hikoya yoshligimda bo'lib o'tgan. Taxminan 15 yosh atrofida. Men kechqurun o'zimni xonamda dars qilib o'tirgandim. Dadam hali ishdan kelmagandi. Oyim esa oshxonada ovqat qilayotgandi. Oyim: "Anvar, men hozir qo'shninikiga chiqib kelaman. Sen xonangda o'tirib tur" dedi va chiqib ketdi. Va oradan biroz vaqt o'tib, oshxonadan g'alati ovoz keldi. Men dadam ishdan kelgan bo'lsa kerak deb parvo qilmadim. Yana birozdan keyin yana ovoz keldi. Men: "Dada, keldingizmi?" dedim. Lekin javob kelmadi. Men tekshirish uchun oshxonaga tushdim. U yerda hech kim yo'q edi. Meni titroq bosdi va sekin xonamga qaytayotganda deraza birda ochilib ketdi. Men uni yopishga bordim va tashqarida meni dahshatli yuz bilan kimdir qarab turardi. Men juda qo'rqib ketdim va bor ovozim bilan baqirdim, lekin ovozim chiqmasdi. Hatto qochishga ham harakat qildim, lekin joyimda qimirlay olmasdim. Nima qilishimni bilmay qoldim. Faqat to'g'riga qarab turardim. U esa menga yaqinlashgan sari yuzi tobora aniq ko'rina boshladi. Bu odamga o'xshardi, lekin ko'zlari juda katta, qop-qora. Ichida esa hech qanday hayot belgisi yo'q edi. Lablarining chetlari g'alati tarzda quloqlarigacha cho'zilgan, xuddi majburan kulayotgandek. Lekin bu kulgi emas, la'natga o'xshash bir ifoda edi. Men qichqirmoqchi bo'ldim. Nafasim ichimga tushib ketdi. Tomog'im qotib qolgandek edi. Oyoqlarim menga bo'ysunmasdi. Go'yo kimdir meni orqamdan mahkam ushlab turgandek. U esa deraza ortidan sekin, juda sekin qo'lini ko'tardi va oynaga taq, taq, taq deb 3 marta taqillatdi. Shu payt butun uy ichidagi chiroqlar o'chib qoldi. Atrofni qop-qora zulmat bosdi. Faqat deraza tomondan uning ko'zlari qorong'uda ham yaltirab ko'rinib turardi. Birdan oshxonadan stul sudrilayotgandek ovoz eshitildi. Keyin idishlar birma-bir yerga tushib sinayotgandek shovqin chiqdi. Go'yo uy ichida men yolg'iz emasdim. Orqamdan issiq emas, muzdek nafas kelib bo'ynimga urildi. Qulog'im yonida kimdir pichirladi. "Orqangga qara." Yig'lab yuboray dedim. Yuragim ko'kragimni yorib chiqib ketadigandek urardi. Sekin, juda sekin orqamga o'girilishga majbur bo'ldim va o'sha payt o'zimni ko'rdim. Xuddi o'sha kiyimda, o'sha yuz bilan, lekin ko'zlari qop-qora edi. U menga qarab tabassum qildi va dedi: "Endi bu uyda sen emassan." Shu zahoti ko'zlarim qorong'ulashib ketdi. Ko'zlarimni ochganimda pol ustida yo'qgan ekanman. Boshim qattiq og'rardi. Quloqlarimda esa xira shovqin eshitilardi. Uyning ichi g'ayrioddiy jimjit edi. Na onamning ovozi bor, na tashqaridan mashina shovqini. Go'yo butun dunyo to'xtab qolgandek. O'rnimdan turmoqchi bo'ldim, lekin qo'llarim titrardi. Devor soatiga qaradim. Soat 3:33 ni ko'rsatib turardi, lekin sekund strelkasi qimirlamasdi. Shu payt oshxona tomondan sekin qadam tovush keldi. "Onajon", dedim past ovozda. Javob bo'lmadi. Faqat oyoq sudralayotgandek ovoz yaqinlashardi. Eshik oldida soya paydo bo'ldi. Lekin bu soya odam shaklida emasdi. Uning boshi haddan ortiq uzun, qo'llari esa polga tegib sudralardi. U sekin, juda sekin eshikdan ichkariga kirdi. Men orqamga tisarilib bordim, nafasim bo'g'zimga tiqilib qoldi. U esa boshini g'ishaytirib menga tikilib turdi. So'ng u onamning ovozida gapirdi: "Anvar, nega yashirinyapsan? Yuragim yorilib ketay" dedi. Chunki uning yuzi onamga o'xshamasdi, lekin ovozi aynan o'sha edi. Birdan devorlarda qo'llar paydo bo'la boshladi. Oqarib ketgan, suyaklari chiqib turgan o'nlab qo'llar devordan chiqib menga tomon cho'zilardi. Men qochmoqchi bo'ldim, lekin oyoqlarim polga yopishib qolgandek edi. Shu payt u jonzot og'zini katta ochib va ichidan odam qichqirgiga o'xshash, lekin odamdan ham dahshatliroq ovoz chiqdi. U dedi: "Bu uy seni tanladi." Chiroqlar birma-bir yonib o'chib, keyin butunlay o'chib qoldi. Zulmat ichida men faqat o'sha ko'zlarni ko'rdim. O'nlab, yuzlab ko'zlarni. Ular hammasi menga tikilib turardi. Va shu payt oshxona eshigi qattiq ochilib ketdi. Kimdir "Anvar" deb baqirdi.
Bu onamning haqiqiy ovozi edi. Onamning ovozi yangragan zahoti devorlardagi qo'ylar birdan yo'q bo'lib ketdi. O'sha jonzot esa tuman kabi tarqalib, qorong'uga singib ketdi. Chiroqlar miltillab yana yondi. Eshik oldida onam turardi. Rangi oqarib ketgan, qo'llari titrardi. "Anvar, nega qichqiryapsan? Men qo'shnimiznikiga endi keldim." Men yig'lab yubordim va yugurib borib onamni quchoqladim. Orqamga qaradim. Xonamda hech narsa yo'q edi. Hammasi oddiydek ko'rinardi. "Oshxonada hech kim yo'qmidi?" dedim titrab. "Yo'q bolam, uy bo'sh edi", dedi onam. Shu payt tashqi eshik ochilib, dadam kirib keldi. U ham charchagan, lekin ko'zlarida g'alati xavotir bor edi. Men kelayotganda uyning oldida kimdir ko'rdim. "Kimni?" dedik ikkovimiz bir ovozda. "O'zimga o'xshagan odamni." Uyning ichi yana sovib ketgandek bo'ldi. O'sha kecha men uxlay olmadim. Ko'zimni yumsam, o'sha qop-qora ko'zlar ko'rinardi. Soat yana 3:33 bo'lganda koridordan qadam tovushi keldi. Men joyimda qotib qoldim. Eshigim asta g'ichirlab ochildi. Eshik ortida men turardim. Lekin bu menning ko'zlari qop-qora, yuzi esa o'likdek oqarib ketgan edi. U pichirladi. "Endi ular senga ishondi. Navbat endi menga." U sekin qo'lini ko'tardi va eshik ortidan yana boshdan menlar chiqa boshladi. 1, 2, 3. Butun koridor mening nusxalarim bilan to'lib ketdi. Devorlardan o'sha eski qo'llar yana chiqib kela boshladi. Chifidan qora suyuqlik tomchilayotgan edi. Ular bir ovozda dedi: "Bu uy endi seniki emas. Sen bu uyniki." Shu payt orqamdan kimdir yelkamga qo'l qo'ydi va men o'girilishga majbur bo'ldim.